Hop. Survival'ga çizelim. Biz bende. Assalamu alaikum. Bitganmi? Yo'raman. Mana bo'lsa yo'raman deyapti. Menga qara dedim. Sen eshak hali sen menga narsoni deysan hali. Dronni ham bekora beribman dada. Mana qo'di matta yer joyda emasdan. Morgan. Bo'pti. Tinchlik eshitib kuliblar o'tirishgan. Hop. Mintayam ketyapti. Ha? Ayam ketaveradi. Ishda. Ishga kirganmi? Qanaqa ish? Like, abone. Cool. Shakar qamat, like bosib, obuna bo'linglar. Davay suvdan chiq. Qo'y basakan. Belki kiremezsin. Sen ağzını açır. Peki, bu şey sonra hiç bakıyorsun. Sen ağzını sakın. Balık bormi? Balık. Nani there is $2000 kiyim olsangiz lekin semiz bo'lsangiz u kiyim sizga umuman yarashmaydi. Hozir men sizlarga semizliksiz emas, siz semizlikni o'ngga chapga qilib tashlash yo'lini o'rgataman. Cho'chimang jigarim, men sizga hech qanaqa kurs sotmoqchi emasman. Bir oyda o'zib qolasiz, meni kursimga yoziling demoqchi emasman. Men sizlarga просто так pojizn bo'lgan narsalarni aytib beraman. Tekin maslahat beraman. Uning uchun birinchi o'tirib oling. Like bosib obuna bo'linglar. Bo'lsa App Store'da, agar Android telefoningiz bo'lsa, shunda playmerga kirasizda kaloriya ilovasini skachab qolsangiz bo'ldi. O'zingizni vest rostingizga qarab
o'zbekchilikda onasini ko'rib qizini ol degan maqol bor. Baraka topkurlar, sizlarni foydalaring o'sha aytayman, mana onani ko'rib man oldim. Chunki hayotlaringda uchragan eng katta firibgarlik shu bo'ladi. Onamga o'xshashni man ham xohlayman, lekin hech qanaqasiga o'xsha olmayman. Shuning uchun ayam o'ta shirin so'z, mehribon ayollar. Ammo Oyoqda urib qochamiz. 3 blokdan uraman. 1, 2. Uchinchidan ayam o'ta bag'ri keng, kechirimli ayol. Ya'ni kimdan xafa qilib ketib, nimadir keyin prosta hayotini davom ettirsa ham ayam uni butun hayotlarini davom ettirib, qaytgisi kechirib ham beradi. Ammo o'zi mana unda noto'g'ri nafas olaydi. Ensalaring qotirganlaringni his qilib qolay, qaytib yuz ko'rmas bo'lib ketishga ham tayyorman. Kamga ushlab ketib beraman xohlasalaring. Va oxirgisi onam juda ham pokiza ayol. U shu darajada toza tutadilarki, aman eng katta maqsadim kelajakda shu darajada boy bo'lish va uyimda xizmatkorim bo'lsin. Dada o'zbekchilikda onasini ko'rib qizini ol degan. Siz kimsiz? Bir oydan beri uyimizda yashayapsiz. Yelizman, kechirasiz, siz mana uyimda yashayapsiz. Bir oydan beri kelin bo'lgansiz she'ra. Man erga tegmagan-ku. Obbo, buni ispasligi o'ngga tegdi. Ismingiz Zaynab, har o'zbekchilikda hamma narsani esidan chiqarasiz. Sizga kim aytdi? 8 million marta aytgansiz bu gapni. Kechirasiz, sir bilan hammani so'rabsiz. Ko'rgan qidiruvni ko'rmadingizmi? Ana, Esimdan Qo't. chiqib qoldi. ha, bu 300 marta supurtiz beyman. Aytdim hamma joy to'p-tozadi. Ispasliga foydaga bir o'ylab berib qo'ymayman. Mana daraksizni qo'lga olmadimi? U nima ishdi? Aytdimi esimdan chiqdi deb. Afodi. Ushlamayapsan. Battar bo'l. Shuning uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu birinchi